Diqqat! Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan chiroq, ya'ni elektr energiyasi tariflar oshishi haqida xabar berildi. Bu mavzu faqat bir guruh odamga emas, har bir xonadonga, har bir tadbirkorga, har oy kommunal to'lov qiladigan har bir oilaga tegishli. Chunki elektr narxidagi o'zgarish faqat kvitansiyadagi bitta raqamni emas, uy byudjetini, do'kon xarajatini, ishlab chiqarish tannarxini va hatto kundalik odatlarimizni ham o'zgartiradi. Men bu videoda shu emas, aniq tushuncha beraman. Nima o'zgaryapti? Kim ko'proq ta'sir sezadi? Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Qaysi joylarda xato qilish mumkin va hozirdan nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hisob yoki bitta o'tkazib yuborilgan ariza keyin sizga ortiqcha to'lov bo'lib qaytishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday xabarlarni men oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik xonadonlarda elektr energiyasi uchun to'lov oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichi bo'yicha qilinardi. Odamlar odatda bir oyda qancha kilovat soat ishlatganini aniq hisoblamaydi. Hisoblagich aylanadi, chiroq yonadi, muzlatgich ishlaydi. Konditsioner yozda deyarli har kuni yo'qiladi. Televizor, kir yuvish mashinasi, dazmol, elektr choynak hammasi mayda ko'rinsa ham oy oxirida katta raqamga aylanadi. Tarif pastroq bo'lgan paytda bu ko'pchilikka unchalik sezilmas edi. Masalan, oyiga 1000 iqlim yoki 200 kilovat soat ishlatgan oila to'lovni odatdagi kommunal xarajat sifatida ko'rardi. Lekin tarif oshsa, aynan shu iste'mol miqdori saqlanib qolgan taqdirda ham to'lov kattalashadi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan boshlab elektr energiyasi uchun hisob-kitob yangi tarif bo'yicha yuritilishi aytilmoqda. Bu degani, siz avvalgidek elektr ishlatsangiz ham oy yakunida keladigan summa boshqacha bo'lishi mumkin. Muhim nuqta shuki, ko'p odam tarif oshishini faqat chiroq qimmatlashdi deb qabul qiladi. Lekin amalda bu jarayon 3 ta narsaga bog'liq. Birinchisi, sizning iste'mol miqdoringiz. Ikkinchisi, siz qaysi toifaga kirishingiz. Uchinchisi, hisoblagich ko'rsatkichlari qaysi sana bo'yicha olinishi. Ayniqsa 20 avgust chegarasi juda muhim. Chunki iyul oyida ishlatilgan elektr eski tarif bo'yicha, avgustdan keyingisi esa yangi tarif bo'yicha hisoblanishi kerak. Agar ko'rsatkich vaqtida olinmasa yoki tizimda xatolik bo'lsa, iste'mol noto'g'ri davrga yozilib qolishi ehtimoli bor. Men buni oddiy tilda aytaman. Masala faqat narx oshdi degani emas. Masalan, men qancha ishlatdim, qaysi kundan boshlab yangi narx qo'llanadi, hisoblagichim to'g'ri ishlayaptimi, qarzim bormi, imtiyozim bormi degan savollarda. Mana shu savollarga javobni bilgan odam ortiqcha sarfning oldini oladi, kvitansiyani tekshira oladi va kerak bo'lsa e'tiroz bildira oladi. Endi kim ko'proq e'tibor berishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda elektr energiyasini ko'p ishlatadigan xonadonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning uyingizda konditsioner doimiy ishlasa, elektr plita bo'lsa, suv isitgich elektrda bo'lsa, hovlida nasos ishlasa, muzlatgich yoki sovutgichlar soni ko'p bo'lsa, tarif oshishi sizga tez seziladi. Chunki bunday xonadonlarda oyiga 100 kilovat soat emas, 300, 500, ba'zan 700 kilovat soatgacha iste'mol bo'ladi. Masalan, oddiy bir oilani olaylik. Uyda 4 kishi yashaydi. Muzlatgich kecha kunduz ishlaydi. Har kuni elektr choynak 5-6 marta yo'qiladi. Haftasiga 3 marta kir yuvish mashinasi ishlaydi. Yozda konditsioner kechasi 5-6 soat yo'qiladi. Bunday oilada oyiga 2000-3000 kilovat soat ishlatish juda tabiiy. Agar tarif oshsa, ulardagi farq kichik raqam bo'lib qolmaydi. Chunki oshgan narx har 1 kilovat soatga qo'llanadi. Masalan, agar oyiga 300 kilovat soat sarflasangiz va har 1 kilovat soat bo'yicha narx oshsa, umumiy to'lov ham 300 marta oshgan farq miqdorida ko'payadi. Shuning uchun men doim aytaman, elektrni tejash degani faqat bitta lampochkani o'chirish emas, eng ko'p energiya yutadigan qurilmalarni nazorat qilishdir. Ikkinchi guruh kichik biznes egalari, do'kon, novvoyxona, go'zallik saloni, kompyuter xizmati, muzqaymoq yoki ichimlik sovutgichlari bor savdo nuqtalari tarif o'zgarishini albatta hisobga olish kerak. Chunki biznesda elektr xarajati mahsulot yoki xizmat tannarxining ichiga kiradi. Oddiy misol. Kichik oziq-ovqat do'konida 3 ta muzlatgich, 2 ta vitrina sovutgich, chiroqlar, kamera, kassa apparati va konditsioner bo'lsa, elektr sarfi oddiy xonadondan ancha yuqori bo'ladi. Agar egasi bu xarajatni oldindan hisoblamasa, oy oxirida foyda kamayib ketadi. Ba'zi tadbirkorlar narxni birdan oshirib yuboradi, lekin bu ham mijoz yo'qotishga olib kelishi mumkin.
To'g'ri yo'l. Avval real elektr sarfini aniqlash. Keyin xarajatdagi o'zgarishni mahsulot tannarxiga ehtiyotkorlik bilan qo'shish. 3-guruh ijarada yashovchilar. Bu yerda ko'p muammo chiqadi. Ba'zi uy egalari ijarachidan elektr uchun alohida pul oladi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichini birga yozib qo'ymaydi. Natijada oyning oxirida siz ko'p ishlatdingiz degan gap chiqadi. 1 avgustdan tarif o'zgarsa, ijarada yashayotganlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Men tavsiya qilaman. 30-iyul yoki 2 avgust kuni hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Uy egasiga yuboring, o'zingizda saqlang. Agar iloji bo'lsa, Telegram yoki SMS orqali mana bugungi ko'rsatkich deb yozib qo'ying. Bu oddiy ish. Lekin keyin bahs bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 4-guruh ko'p qavatli uylarda yashovchilar. Kvartirada elektr sarfi ko'pincha konditsioner, elektr pech, kir yuvish mashinasi va suv isitgichga bog'liq. Lekin yana bitta nozik masala bor. Umumiy hududlar, ya'ni podyezd chiroqlari, lift, nasos yoki boshqa umumiy tizimlar uchun to'lov qanday taqsimlanadi? Ba'zi joylarda bu alohida hisoblanadi. Ba'zi joylarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali keladi. Tarif oshganda faqat kvartira ichidagi hisoblagich emas, umumiy xizmatlar xarajati ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun boshqaruv servis kompaniyasi yoki shirkatdan hisob-kitob qanday yuritilishini so'rash kerak. 5-guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, kam ta'minlangan xonadonlar. Men bu guruhga alohida to'xtalmoqchiman. Chunki tarif oshishi hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Daromadi yuqori oilada to'lov oshishi noqulaylik tug'diradi. Lekin daromadi cheklangan oilada bu oziq-ovqat, dori darmon yoki boshqa zarur xarajatlarga bosim qiladi. Shuning uchun imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam bo'yicha rasmiy tartiblar bo'lsa, ularni albatta tekshirish kerak. Menga baribir berishmaydi deb o'tirib qolmaslik kerak. Ko'p hollarda yordam olish uchun ariza, pasport, shashashir, hisob raqam, kommunal to'lov ma'lumotlari, oila tarkibi yoki ijtimoiy reyestr ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. Hujjatlar joyida bo'lsa, jarayon ancha yengil o'tadi. Endi real hayotga yaqin bir nechta hisob misolini ko'ramiz. Men aniq hududingizdagi rasmiy tarifni siz o'zingizning kvitansiyangiz yoki elektr ta'minoti tashkiloti xabaridan tekshirishingiz kerakligini eslataman. Men bu yerda hisoblash mantig'ini ko'rsataman. Birinchi misol, 2 kishilik oila. Faqat asosiy maishiy texnikalar bor. Muzlatgich, televizor, chiroqlar, telefon quvvatlash, haftasiga 1-2 marta kir yuvish, konditsioner kam ishlatiladi. Bunday xonadonda oyga 170 kWh chiqishi mumkin. Agar tarif oshsa, umumiy to'lov oshadi, lekin juda katta zarba bo'lmasligi mumkin. Bunday oila uchun asosiy maslahat keraksiz yonib turgan chiroqlarni o'chirish, eski lampalarni LED lampaga almashtirish. Muzlatgich eshigini tez-tez ochib yopmaslik. Ikkinchi misol, 5 kishilik oila, yozda konditsioner har kuni ishlaydi. Elektr choynak va dazmol ko'p ishlatiladi. Bolalar kompyuter va televizordan foydalanadi. Bu xonadon oyiga 370 kWh sarflashi mumkin. Mana shu yerda tarif o'zgarishi sezilarli bo'ladi. Agar har oyda bir xil odat davom etsa, faqat narx oshgani uchun to'lov ko'payadi. Lekin iste'molni 10-15% kamaytirish mumkin. Masalan, konditsionerni 15 darajaga emas, 20-26 darajaga qo'yish, eshik derazani yopib ishlatish, filtrni tozalash, quyosh tushadigan oynaga parda tutish elektr sarfini kamaytiradi. 3-misol, hovli uy. Hovlida suv nasosi, elektr isitgich, katta muzlatgich, qo'shimcha yoritish, ustaxona yoki kichik ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Bunday xonadonda sarf 500 kWh ham oshib ketadi. Agar nasos bo'lsa yoki suv tizimida sizib chiqish bo'lsa, nasos tez-tez ishga tushadi va elektrni sezilmay yutadi. Ko'p odam chiroq ko'p keldi deydi, lekin sabab hisoblagichda emas, nasos uskunada bo'ladi. Men bunday uy egalariga birinchi navbatda nasos, suv isitgich, eski muzlatgich va simlarni tekshirtirishni maslahat beraman. 4-misol, kichik do'kon. Aytaylik, elektr sarfi oyiga 200 kWh. Tarifdagi har qanday o'shish bu biznesning doimiy xarajatini oshiradi. Agar do'kon egasi vitrina sovutgichlarning rezinasini tekshirmasa, eshiklari mahkam yopilmasa, sovutgichlar quyoshda tursa, sarf yanada ko'payadi. Bunday joyda elektrni tejash faqat chiroqni o'chirish emas. Sovutgichlarni to'g'ri joylashtirish, energiya tejamkor lampalar ishlatish, konditsioner bilan sovutgichlarni bir-biriga qarshi ishlatmaslik, tungi vaqtda keraksiz jihozlarni o'chirish real natija beradi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta qarzdorlik. Agar sizda eski qarz bo'lsa,
yangi tarif kuchga kirgandan keyin to'lov qilganingizda summa qaysi davrga yozilayotganini tekshiring. Ba'zan odam men shu oy uchun to'ladim deb o'ylaydi. Tizim esa avval eski qarzni yopadi. Natijada joriy oy bo'yicha yana qarzdorlik ko'rinadi. Shuning uchun kvitansiyada oldingi qarz, joriy hisob, to'langan summa, qoldiq degan joylarni alohida ko'rish kerak. Ikkinchi nozik nuqta hisoblagich ko'rsatkichi. Elektr hisoblagichingiz eski bo'lsa, nosozlik, noto'g'ri ulanish yoki o'qishdagi xato bo'lishi mumkin. Agar sizning sarfingiz birdaniga odatdagidan 2 barobar oshib ketsa, buni darhol tarif oshgani uchun deb qabul qilmang. Tarif oshishi to'lovni oshiradi, lekin kilovat soat iste'molini birdan ko'paytirib yubormaydi. Agar kvitansiyada kilovat soat ham keskin oshgan bo'lsa, demak iste'mol o'zgargan yoki hisobda xato bor. Bunday vaziyatda hisoblagich rasmini oling, oldingi kvitansiyalar bilan solishtiring. Elektr ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling. 3-nozik nuqta sana bo'yicha ajratish. 1 avgustdan tarif oshsa, 31 iyulgacha bo'lgan sarf eski tarif bilan 1 avgustdan keyingi sarf yangi tarif bilan hisoblanishi kerak. Lekin amalda hisoblash ko'rsatkichi qaysi kun olingani muhim. Agar ko'rsatkich kech olinib, butun sarf yangi tarifga tushib qolsa, savol berishga haqqingiz bor. Shuning uchun men yana takrorlayman. Tarif o'zgarishidan oldingi oxirgi kunlarda hisoblagich ko'rsatkichini suratga olish juda muhim. 4-nozik nuqta noqonuniy ulanishlar. Ba'zi hovlilarda yoki ko'p qavatli uylarda bitta liniyaga qo'shimcha yuklama tushishi mumkin. Agar kimdir noqonuniy ulangan bo'lsa yoki umumiy tarmoqdagi yo'qotishlar noto'g'ri taqsimlansa, halol to'lov qilayotgan odam ham zarar ko'rishi mumkin. Bu masala oddiy fuqaroga murakkab ko'rinadi, lekin belgisi bor. Siz odatdagidek yashayapsiz, yangi texnika olmagansiz, konditsioner ko'proq ishlatmagansiz. Lekin kilovat soat keskin oshgan. Bunday holatda mutaxassis chaqirish, dalolatnoma tuzdirish va rasmiy tekshiruv talab qilish kerak. 5-nozik nuqta maishiy texnika klassi. Eski muzlatgich, eski konditsioner, eski dazmol yoki nosoz elektr plita yangi zamonaviy qurilmaga qaraganda ko'proq elektr sarflaydi. Odamlar ko'pincha yangi texnika olishni xarajat deb ko'radi, lekin ba'zan eski qurilma har oy ortiqcha elektr yeb, bir necha yil ichida yangi texnika narxiga teng zarar keltiradi. Ayniqsa muzlatgich kecha kunduz ishlagani uchun uning energiya sarfi juda muhim. Agar muzlatgich ortiqcha muzlab qolsa, orqa panjarasi chang bo'lsa, eshigi yaxshi yopilmasa, u ko'proq ishlaydi va elektr sarfi oshadi. 6-nozik nuqta elektr xavfsizligi. Tarif oshdi deb odamlar ba'zan xavfli yo'lga kiradi. Vaqtincha sim ulash, hisoblagichni chetlab o'tish, sifatsiz uzaytirgich ishlatish, kuchli qurilmalarni bitta rozetkaga tiqish. Men buni mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Bunday ish elektr to'lovidan ham qimmatga tushishi mumkin. Yong'in, texnika kuyishi, jarima, hatto inson hayoti uchun xavf bor. Tejash qonuniy va xavfsiz bo'lishi kerak. LED lampa qo'yish, konditsioner rejimini to'g'ri tanlash, texnikani vaqtida o'chirish, simlarni tekshirtirish boshqa masala. Hisoblagichga tegish, noqonuniy ulanish qilish mutlaqo boshqa masala. 7-nozik nuqta to'lov kanallari. Tarif o'zgarganda firibgarlar ham faollashadi. Arzon qilib beramiz, qarzni yopib beramiz, yangi tarifga o'tkazmaymiz. Hisoblagichni sozlab qo'yamiz degan gaplarga ishonmang. To'lovni faqat rasmiy ilovalar, banklar, to'lov tizimlari yoki elektr ta'minoti tashkilotining tasdiqlangan kanallari orqali qiling. Chekni saqlang. Agar naqd pul bersangiz, albatta rasmiy kvitansiya talab qiling. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi ish, hisoblagich ko'rsatkichini bugun tekshiring. Raqamlarni suratga oling. Suratdagi sana avtomatik saqlanadi. Lekin yana ishonchli bo'lishi uchun o'zingiz daftar yoki telefon eslatmasiga ham yozib qo'ying. Masalan, 30 iyul soat 20 hisoblagich ko'rsatkichi falon. Bu keyin sizga kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi ish, oxirgi 3 yoki 6 oylik kvitansiyalarni solishtiring. Har oy qancha kilovat soat ishlatgansiz? Faqat bu summasini emas, aynan kilovat soatni ko'ring. Chunki pul tarifga bog'liq. Kilovat soat esa sizning real iste'molingizni ko'rsatadi. Agar siz odatda 1 daqiqa kilovat soat ishlatgan bo'lsangiz, lekin bu oy darti yirim chiqsa, sababni topish kerak. Balki konditsioner ko'p ishlagandir, balki yangi texnika qo'shilgandir, balki xato bordir. 3-chi ish, uydagi eng ko'p elektr yutadigan qurilmalarni aniqlang. Men ro'yxatni oddiy qilib aytaman. Konditsioner, elektr suv isitgich, elektr plita, dazmol, kir yuvish mashinasi, elektr cho'ynak, mikroto'lqinli pech, eski muzlatgich, nasos,
Aynan shularni nazorat qilsangiz, natija seziladi. Telefon quvvatlagichini rozetkadan olish yaxshi odat, lekin asosiy tejash katta quvvatli qurilmalardan keladi. 4-ish. Konditsioner madaniyatini o'zgartiring. Yozda eng katta xarajat ko'pincha konditsionerdan chiqadi. Uni 16-18 darajaga qo'yish xonani tezroq sovutgandek tuyuladi, lekin elektr sarfini oshiradi. 24-26 daraja ko'p hollarda yetarli. Filtrni tozalang, eshik derazalarni yopib ishlating, quyosh tushadigan tomonga parda tuting. Konditsioner ishlayotganda eshik ochiq tursa, siz aslida xonani emas, ko'chani sovutyapsiz. 5-ish, LED lampalarga o'ting. Agar uyda hali ham eski cho'g'lanma lampalar bo'lsa, ularni almashtirish eng oson tejash usullaridan biri. Masalan, 100 wattlik eski lampa o'rniga 10-12 wattlik LED lampa qo'yilsa, yoritish deyarli saqlanadi. Lekin sarf bir necha barobar kamayadi. Ko'p xonali uyda bu o'yga sezilarli farq beradi. 6-ish. Rasmiy ma'lumotni tekshiring. Tarif bo'yicha xabarni faqat ijtimoiy tarmoqdagi postdan emas, elektr ta'minoti tashkiloti, hukumat portali, mahalliy hokimlik yoki rasmiy ilovalardagi ma'lumotlardan tekshiring. Siz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Aholi, tadbirkor, yuridik shaxs, ijtimoiy obyekt yoki boshqa toifa. Chunki har bir toifa uchun hisoblash tartibi farq qilishi mumkin. 7-ish. Agar imtiyoz yoki yordamga muhtoj bo'lsangiz, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHIR, kommunal to'lov bo'yicha shaxsiy hisob raqami. Oxirgi kvitansiyalar, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, pensionerlik yoki nogironlik hujjatlari, kam ta'minlanganlik bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ariza berishda matnni aniq yozing. Elektr energiyasi tariflari oshishi munosabati bilan ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya tartibi bo'yicha ma'lumot berishingizni va imkon bo'lsa, meni tegishli dasturga kiritishingizni so'rayman. Arizani mahalla. Ijtimoiy himoya organi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki elektr ta'minoti tashkiloti orqali berish mumkin. Qaysi kanal ishlashini hududingizda aniqlang. 8-ish. Agar hisobda xato ko'rsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy murojaat qiling. Murojaatda shaxsiy hisob raqamingizni, manzilingizni, hisoblagich raqamini, oldingi va hozirgi ko'rsatkichni, e'tirozingiz sababini yozing. Mening iste'molim odatdagidan keskin oshgan. Hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Surat, kvitansiya, to'lov cheki bo'lsa ilova qiling. Murojaat raqamini saqlab qo'ying. 9-ish. Oilada elektr ishlatish bo'yicha kelishuv qiling. Bu mayda ko'rinadi, lekin juda foydali. Bolalarga xonadan chiqqanda chiroqni o'chirishni, televizorni fon uchun yoqib qo'ymaslikni, konditsioner ishlaganda derazani ochmaslikni tushuntiring. Kattalar esa dazmolni 1-2 kiyim uchun har kuni qizdirmasdan haftada bir marta ko'proq kiyimni dazmollashi mumkin. Kir yuvish mashinasini yarim bo'sh ishlatmaslik ham tejaydi. 10-ish, byudjetni oldindan rejalashtiring. Avgust oyidan keyin kommunal to'lovingiz avvalgidan yuqori chiqishi mumkin. Shuning uchun oilaviy xarajatlar ro'yxatida elektr uchun alohida zaxira qoldiring. Bu ayniqsa oylik maoshi qat'iy bo'lgan oilalar uchun muhim. Odam ko'pincha oziq-ovqat, yo'l dori, maktab xarajatini rejalashtiradi, lekin kommunal to'lovdagi o'zgarishni unutadi. Keyin oy oxirida qarz paydo bo'ladi. Qarz esa keyingi oyga yuk bo'lib o'tadi. Yana bitta juda muhim maslahat, oldindan to'lov qiladigan hisoblagich yoki balans tizimi bo'lsa, balansingizni tekshirib turing. Tarif oshganda avval kiritilgan pul qancha kilovat soatga yetishi o'zgarishi mumkin. Avval 100 ming so'm bir muddatga yetgan bo'lsa, yangi tarifda tezroq tugashi ehtimoli bor. Shuning uchun nega chiroq birdan o'chdi demaslik uchun baland haftasiga kamida bir marta ko'ring. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Tarif oshishi har doim yoqimsiz xabar, lekin uni to'g'ri boshqarsa bo'ladi. Eng katta xato vahima qilish yoki umuman e'tibor bermaslik. Vahima qilsangiz firibgarlarga ishonib qolishingiz mumkin. E'tibor bermasangiz ortiqcha to'lov yoki qarz yig'ilib qoladi. To'g'ri yo'l esa oddiy: hisoblagichni bilish, sarfni tushunish, hujjatni saqlash, rasmiy ma'lumotga tayanish, keraksiz iste'molni kamaytirish. Demak, 1 avgustdan chiroq tariflari oshishi haqidagi xabar har birimizga tegishli. Asosiy masala faqat narxning o'zida emas. Sizning qancha elektr ishlatayotganingizda, qaysi toifaga kirishingizda, hisoblagich ko'rsatkichi qanday olinayotganida va imtiyozlardan foydalanish imkoniyatingizda. Men sizga eng muhim amallarni aytdim. Hisoblagichni suratga oling, kvitansiyalarni solishtiring, katta quvvatli texnikalarni nazorat qiling, rasmiy tarifni tekshiring,
Xato bo'lsa yozma murojaat qiling, imtiyoz kerak bo'lsa hujjatlarni tayyorlang. Endi sizdan so'rayman. Sizning uyingizda oyga o'rtacha qancha kilovat soat elektr ishlatiladi? Va tarif oshishi sizning oilangiz byudjetiga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozing. Boshqalar ham o'z holatini solishtirib ko'rsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.